أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم hürmetlik sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz yine mavzusi en-nakira vel ma'rifa degan haqida to'xtalamiz. Dersimizning cho'ng mavzusi ma'rifa va nakira. Aniq ism va aniqsiz ism haqida boshlanadi. Endi biz 5dan bir deb o'tgan ism, ma'rifa va nakira deb ikkiga bo'linadi. Unda bo'lsa nakira degan nima, ismun nakira degan nima va ismul ma'rif degan nima ve ismin nakirining alomati nima ve ism ma'rifining alomati nima degan haqida to'xtalamiz. Ism, ma'rifa ve nakir deb ikkiga bo'linadi. Masalan, nakir ism degan qanday ism deganda ismun yadullu ala ma'nan g'ayri muayyan. Muayyan bo'lmagan bir ma'noga dalolat qilgan so'zni biz ism deb ataymiz. İsm nakira deb ataymiz. Muayyan bo'lmagan bir ma'noga dalolat qilgan ismun yadullu ala ma'nan g'ayri muayyan bidun zaman. Zaman uqum bo'lmagan, muayyan bo'lmagan bir ma'noga dalolat qilgan so'z ismun nakira deb ataladi. Endi ismun nakiraning alomati nima degan bir savol kelib chiqdi. Endi ism ma'rif degan nima va uning alomati nima? İsm ma'rifa ismun yadullu ala ma'nan muayyan bidun zaman. İsm ma'rifa zaman uqum bo'lmagan muayyan bir ma'noga dalolat qilganini ism ma'rifa deymiz, aniq ism deymiz. Masalan, rajulun desak er, kitabun desak kitob, daftarun desak daftar, qalamun desak qalam. Masalan, rajulun desak er, mutlaqo er jinsini bildiradi. Ama kitabın desek mutlaka qog'oz qarsiyadan iborat bir kitobni bildiradi. U qanday kitob bo'lishidan qat'iy nazar, u arabcha kitobmi yoki uyg'urcha kitobmi, u yoki inglizcha kitobmi, u yoki shar'iy diniy kitobmi yoki boshqa bir mazmunda moddalar so'zlangan kitobmi, bu aniq emas. Lekin kitob degan bir hukmni bildiradi. Shunga aniqsiz ism muayyan bir bo'lmagan ma'noni bildiradi deganimizning ma'nosi mana shu bo'ladi. Unda da nakir ismning alomati nima deganda, ismning nakir ismning alomati shu iliflamni qabul qilish. U ism nakir ism iliflamni qabul qila olsa bo'ladi yoki iliflamni qabul qilgan ism uning o'rnida kilalatgan ismni nakir ism deymiz. Shu nakir ism ikki. Birincisi iliflamni qabul qila oladigan ism. İkincisi yoki iliflamni qabul qilmasmi, iliflamni qabul qila oladigan ismning o'rnida kilalatgan ism. Bu ikki turli ismning bu mana nakir ismning nakir bo'lishining alomati. Masalan, iliflamni qabul qilishdan iborat iliflam muassirni şu iliflam şu ismni aniqsizlikdan aniqlikka o'zgartuvchi bo'lgan, muassir bo'lgan, ta'sir ko'rsatuvchi bo'lgan iliflamni qabul qilayotgan ism deymiz. Biz iliflam haqida tafsil to'xtalamiz. Iliflam muassir, iliflam g'ayri muassir deb ikkiga bo'linadi. Endi iliflamni qabul masalan rajulundagi iliflamni qo'ysak ar-rajulu hiliqa ar. Kitabun kitob, mutlaq kitob. El-kitob hiliqi kitob. Biz biladigan, biz o'qidigan, biz tunuydigan hiliqi bir kitob degan ma'noda aniq bir kitobga o'zgargan bo'ladi. Shunlashqa iliflamni qabul qiluvchi, qabul qilayotgan qanday iliflam muassirni qabul qilayotgan ismni nakir ism deymiz dedik. Unda bo'lsa rajulun nakira nimishqa u iliflamni qabul qilib ar-rajul deb kitob degandan hiliq kitob degan bir muayyan bir ma'noga dalolat qilganligi uchun shu buni aniq ism deymiz. Unda da agar u iliflam yoki iliflamni qabul qilayotgan ismning o'rnida ketgan ism bo'lsin bo'ladi. Ya'ni u nakir ism degan shu iliflamni qabul qilayotgan ism ketgan yerga kelgan ism bo'ladi. Masalan, buning misoli zu nakira.
zu nakira. Amisi iliplanni qabul qila olasidigan nakir deganning alomati ismning nakirligini alomati iliplanni qabul qilishdi. Zu dawsa al-zu yoki az-zu deb kelamdi, yo'q kelmaydi. Lekin zu u nakira iliplanni qabul qilinmagan bilan iliplanni qabul qilgan ismning o'rniga keladi. U qasi bo'lsa sahib. Sahibun degan ma'noda keladi. Masalan, jaa zu lihyatin. Jaa zu lihyatin. Sakallık adam keldi. Jaa rajulun zu lihyatin. Sakallık er keldi degan bo'ladi. Yani zu hamda mushning o'rnida sahib degan so'zni qo'yganlarda bo'ladi. Jaa rajulun sahibu lihyatin. Sakallık er keldi. Jaa sahib rajulun sahibu lihyatin. Sakallık er sakal igisi bo'lgan kishi keldi. Jaa zu lihya sakal igisi sakallık kishi keldi. Jaa sahibu lihya degan ma'noda. Ana demak shu sahib iliblam qabul qilalamdi, qabul qilamamdi, qabul qildi. As-sahibu deb sahib degan so'z iliblam qabul qiladi. Shunga iliblam nakirisining alomati iliblam qabul qilish kerak. İliplam qabul qilinmaganda iliplam qabul qilgan ism onun o'rnida kelayotgan ism bo'lsin bo'ldi. Zu buni iliplam qabul qilinmagan bilan unda sahib degan uning ma'nosi bo'lgan sahib keladigan bo'lg'achqa zu ne nakirsin deymiz. Shu ismning nakir bo'lishining alomati mana shundan iborat dedik. Endi zu odatda iliplam qabul qilgan bo'ldi. Nima qabul qilmadi? Uning ma'nosi bo'lgan sahib qabul qildi. Endi iliplamı muassiri bo'lsin dedik. Iliplam qabul qilgan ismning hammasi nakira bilan turisi yo'q. Masalan, Al-Hasan, Al-Abbas degan ismlar nakira emas. Voy amisi iliplam qabul qildi bu. İliplamni ilavatsa, anda bo'lsa, uningdagi iliplamni ilavatganda u ma'rifatlikdan nakirga o'zgarish o'tdi. Al-Hasandagi iliplam, Al-Abbasdagi iliplam muassir lit-ta'rib. Ma'rifatlikka ta'sir ko'rsatuvchi bo'lgan iliplam emas. Yine iliplam muassir ma'rifatlikka ta'sir ko'rsatuvchi iliplam bo'lmag'achqa, shunga biz buni Al-Hasandagi Al-Abbasdagi iliplamni muassir deb atamaymiz. Nimishqa Al-Hasandagi olsak Hasan, Al-Abbasdagi iliplamni olsak Abbas yine o'xshash ismi alam yine ma'rifatlik ma'nosini bildirirdi. Yine qism hisoblanirdi. Unda uningdagi iliplam muassir li ta'rif emas. Şu iliplam muassir olsun deyishimizning sababi shu iliplam muassir, iliplam g'ayri muassir deb ikkiga bo'linadi. Bu o'z navbatida chiqadi. Unda o'zi iniq ism degan nima, iniqsiz ism degan nima degan haqida to'xtaldik. Unda o'zi iniqsiz ism degan nayt ko'p iliplamni qabul qilayotgan ya iliplam qabul qilayotgan ism uning o'rniga ketgan ism bo'lsa, bu nakir ism dedik. Anda da ma'rif ismning alomati-chi desa, ma'rif ism degan nima degan savolimiz tugadi. Ma'rif ism deganimiz u muayyan bir ma'noga dalolat qilgan, zaman hukm bo'lmagan bir muayyan ma'noga dalolat qilsa dedik. Anda o'zi ma'rif ism u xosisi agar bir ism yuqori tufan so'zlanmoqchi bo'lgan 7 turning biri kirsa, u ism ma'rif ism bo'ladi. U ma'rifatlikning alomati zimir bo'lish, ya'ni zamir kishilik almash bo'lsa ma'rif bo'ladi. Yoki ismi alam bo'lsa ma'rif bo'ladi. Uchinchisi ismi ishora bo'lsa ma'rif bo'ladi. Ism mavsul bo'lsa ma'rif bo'ladi. Undan boshqa ma'rif iliplam qo'shilgan ism ma'rif bo'ladi. Ma'rif ismga muzab bo'lgan ism ma'rif bo'ladi va shundaqla maqsad qilingan nakira munada maqsad qilgan iniqsiz munadami ma'rifiga o'zgardi. Nida orqali ma'rifiga o'zgardi. Mana al-ma'arif sab'a. Lekin musannif rahimahulloh bu kitobida 6 turni o'tirib qo'ygan munada nakira maqsudani tilga olmagan. Shunga nakir ism ma'rifa yuqori tuvangilardan iborat. Ya'ni tuvanda bu tafsir o'tirib qo'yildi. Musannif rahimahulloh bu vaqtda bunday deydi. Nakiratun qabilu al-mu'assira aw waqi'un mawqi' ma qad zukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal gulamu wal lazi. Deb bu ikki baytda
Bizga ma'rif ism degan nima va nakir ism degan nima va uning alomati qanday bo'ladi degan haqida. Nakir degan bu yerda ta'rifat yo'q, alomatini o'tirib qo'ygan bo'lsa, nakiratun qabilu al-muassira. Nakir ism degan ta'sir, ma'rifilik ta'sirini paydo qiluvchi ilmlarni qabul qiladigan ism. Ismun nakiratun, ismun nakira degan, nakir ism degan ismun qabilu al-muassira lit-ta'rif. Ma'rifilikka o'zgartuvchi ilmlarni qabul qila oladigan ismni nakir ism deymiz. Rajulun, buni ilmlarni qabul ar-rajul oldi, kitobun al-kitob deganga o'xshash. Awaqi'un mawqi' ma qad zukira. Yoki u nakir ism degan shu yuqorida tilg'ilingan ilmlarni qabul qila oladigan ismning yuqori o'rnida kelgan ismni deymiz. İlmlarni qabul qilgan ismning o'rnida keladigan ismni, masalan, zu buni kelalaydi, sahibning o'rnida. Waqi'un nima? Sahibun kelalaydi, uning o'rnida zuning o'rnida. Yuqorida tilg'ilingan narsaning ilmlarni qabul qiluvchi bo'lgan narsaninki o'rnida kelguchi qolsa zu mana shu ilmlarni qabul qila oladigan nimaning o'rnida kelalaydi? Sahibning o'rniga kelaydi. Sahib zuning o'rniga kelaydi. Shuning asosan mush nakir ism deb qaraymiz. Va g'ayruhu ma'rifatun kahum vazi. Va uning g'ayri, nakirining g'ayri ma'rifidir. Nakirining g'ayri ma'rifa. Nakiri butu, nakir bo'lmagan chuqundan bo'ladi hamda ma'rif bo'ladi deb qaradi. Ular qasidasi ular hum deganga o'xshash, hum va zi deganga o'xshash, hindi deganga o'xshash, ibni deganga o'xshash, g'ulam degan al-g'ulam deganga o'xshash, allazi deganga o'xshash. Humdan murod zamir, kishilik almashlar. Zidin ismi ishoralar, hindidan ismi alamlar, ibnidan ma'rifaga muzab bo'lgan ismlar, g'ulamdan İliplam qo'shilgan ism al-mu'arrab bi al-allazini ism mavsular maqsad qilingan. Demak, mana bu 6 tur o'tirib qo'yilgan mush ismlarni ma'rifi deymiz. Endi tuvanda biz mushu ma'rif ism 6 turni bitafsil ko'rib o'tamiz. Buning ichida zimir ma'rif ekan, zimir qanday qismga bo'linadi, zimir qanday iste'mol qilinadi, u zimir degan qanday narsa degan haqda tafsili to'xtalamiz. Hazır to'xtalmoqchi bo'lganimiz mabahisu damir, zimir haqida bahsini olib boramiz. Endi zimir odatda cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Zamir bir necha qismlarga tarkib topadi. Az-zamair qisman min haysul infisal vel ittisal. Zimir muttasil ve munfasil buluş cihati ikkiga bo'linadi. Zamir, az-zamair, az-zamir qisman min haysun infisalu ve ittisalu. Munfasil buluş cihati ve muttasil buluş cihati ikki qismga bo'linadi. Zamir munfasil ve zamir muttasil deb cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Endi zamir yana bu ikkiga bo'linadi. Az-zamiru qisman min haysul bariz vel mustatir. Oshkor kelish va yushin kelish jihati ikkiga qismga bo'linadi. Zamir bariz va zamir mustatir deb ikkiga bo'linadi. Endi zamir yana bir jihatdan bo'linadi. Az-zamiru salasatu aqsam min haysul rab ve nasb vel jar. Baş kilish ve tushum kilish ve igilik kilish jihati 3 qismga bo'linadi. Undaq chiqilganda biz dastlabda zamir umum jihatini aytganda biz 5 ga bo'lsak, zamir munfasil ve zamir muttasil deb ikkiga bo'lindi. Zamir muttasil
Zamiri muttasil 3 qism, zamiri munfasil 2 qism, jami 5 qism. Har bir qismi 12 dan bo'lganda 60, 14 dan bo'lganda 70, 18 dan bo'lganda 90 zamir maydonga keladi. Andara zamir munfasil degan nima? Zamir muttasil degan nima? Zamiri munfasil deganimiz u mustaqil qo'llaniladigan inin bilan zamir munfasil degan mustaqil qo'llaniladigan uning bilan ko'pincha hollarda uning bilan so'z boshlanadigan ko'pincha holatda mubtada bo'lib keladigan uning bilan so'z boshlanadigan mustaqil qo'llanilgan zamirni zamir munfasil deymiz. Zamir muttasil deganimiz u mustaqil qo'llanilmaydigan inin bilan so'z boshlanmaydigan zamirni zamir muttasil deymiz. Anda bo'lsa zamir munfasil ikkiga bo'lindi. Zamir munfasil marfu, zamir munfasil marfu, az-zamir al-munfasil al-marfu, az-zamir al-munfasil al-mansub. Başka işlep kıldıgan mustaqil qo'llanuvchi zamir, shuncha ishlab kıldıgan mustaqil qo'llanuvchi zamir bu ikki. Zamir muttasil 3 qismga bo'linadi. Zamir muttasil 3 qismga bo'lindi. Zamir muttasil al-marfu, zamir muttasil al-mansub, zamir muttasil al-majrur 3 qismga bo'ladi. 2 jami 5 qismga bo'linadi. Unda bo'lsa biz tafsili har bir qismni ko'rganimizda zamir munfasil al-marfu bu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Mana bu 14 tun bo'ldi. Yani bu g'oyib shaklda ishlatilgan 3 qism, 3-shaxs shaklda. 2-shaxs bo'lgan muxotabda ishlatilgan bu yine bir kısım birinci şahısta, birinci şahıs, ikinci şahıs, üçüncü şahıs. Bunu biz 12'ye çıkarsak oldu. Huve, huma, hum, hiye, hunne. Ente, entuma, entum, enti, entunne. Onu oldu, enene. 12 oldu. 12. Hem de biz bunu 14 çıkarsak oldu. Huve, huma, hum, hiye, huma, hunne. Ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne. Yine ibaret. Bundan çıkarsak oldu. Ya ki biz bunu 18'den çıkarsak mı buldu? Birinci şahıs 6, ikinci şahıs 6, üçüncü şahıs 6, 18 çıkarsak mı buldu? Ya ki birinci şahıs 2, ikinci şahıs 5, üçüncü şahıs 5, cami 12 çıkarsak mı buldu? Anda olsa biz hazır 18 şekil çıkarıp bakalım. Huve huma hum, hiye huma hunne. Ente entuma entum, enti entuma entunne. Bunu bu 12 oldu. Hem de birinci şahsını aldık çıkarımız. Anda olsa biz bir malum huve talibun, huma talibanı, hum tullabun. Hiye talibetun, huma talibetanı, hunne talibatun. Ente talibun, entuma talibanı, entum tullabun. Enti talibetun, entuma talibetanı, entunne talibatun. Ana talibun, ana talibetun. Ana talibun, ana talibetun. Çık oldu. Nahnu talibani, nahnu talibetani, nahnu tullabun, nahnu talibatun. Mana bu 18 xil ma'na. Şuna biz bunu 60 lafzi 90 ma'na deb qataga alsak mı buludu? Ya ki bunu 14'ünü çıkarıp 70. Lekin 18'den 14 lafzi 18 xil ma'na çıktı. Şu g'oyib 6 bunun da müşkülü yok. Muhatap 6. Bunun da müşkülü yok. Mutakallimning 6 çıkışı ana 2 işletildi. Erlik birlik, ayallık birlik. Nahnu 4 işletildi. İkilik erlik, ikilik ayallık, köp erlik, köp ayallık. Cami 4 umumisi mutakallim 6. Ana, nahnu, 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 nahnu. Cami şu bunca buludu. Bunu zamir, marfu, zamir munfasil, al-marfu deganimiz şu. Bu asas cihetten bu şu cümlede mubtada olab kılıdı. Bunun bilan söz başlanıp kılıdı. Andara zamir zamir munfasil
mansub, tushum qilishlar qiladigan mustaqil qo'llangan zimirlar. Ammo san jihatda bayonga o'xshaydi. Bunimi o'xshash 12 chiqarsak bo'ldi, 14 chiqarsak bo'ldi, 18 chiqarsak bo'ldi. Masalan, buni qarab baxsak, iyyahu iyyahuma iyyahum iyyaha iyyahuma iyyahunna iyyaka iyyakuma iyyakum iyyaki iyyakuma iyyakunna. Endi buni iyyaya iyyana. Yana shu birinchi shaxsi labzi ikki ma'nosi oldi. İyyaya erlik birlik, ayallık birlik. Hem de iyyana erlik işkilik, ayallık işkilik, erlik köplük, ayallık köplük. Törtki manadı, cami umumdan altı, şu haletli burada. Anda olsa zamir munfasil, mensup, 14, zamir munfasil merfu 14, cami 28 desek mi buldu? Yoki 24 desek mi buldu? Yoki 36 desek mi buldu? Endi zamir muttasil marfu, zamir muttasil mansub, zamir muttasil majrur. Biz mesela zamir muttasil mansubning shakli bilan zamir muttasil majrurning shakli o'xshaydi. Labzi o'xshaydi. Masalan, biz buni ma'lum bir so'z bilan qo'shib keltirsak, masalan, inna so'ziga qo'shsak, innahu innahuma innahum innaha innahuma innahunna innaka innakuma innakum innaki innakuma innakunna innana innani innana. Demak, inning ismisi nasb qilibdi. Shunda o'zi inning ismini keltirsak, innahu talibun innahuma talibani innahum tullabun innaha talibatun innahuma talibatani innahunna talibatun innaka talibun da mushna chiqarılsak çıkıdı. Endi zamir muttasil majrurcho yine bunun o'xshash shakli oldu. Masalan, bunu biz ma'lum bir so'zga harfi jarga qo'ysak, lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana. Demek lahu lam huruful jar hu zamir majrur huwa zamir mabni fi mahalli jar li'annahu ittasila yega sabaqa bi huruful jar. Çünkü harfi jar bilan boshlanadi. Shunga lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana. Bunun sani bayan buna o'xshaydi. Anda bo'lsa zamir muttasil mansub 14 oldu. Zamir muttasil majrur 14 oldu. Bu 28 ve munfasil 28 56 oldu. Anda olsa 14 qolib qoldi. Bu 14 qolsa zamir muttasil marfu. Zamir muttasil marfu. Bu zamir muttasil marfu'ning ba'zisi mustatir bo'ladi, ba'zisi bariz bo'ladi. Zamir muttasil marfu'ningki ba'zisi bariz ashkari keladi, ba'zisi mustatir yushunki. Biz buni fe'l bilan birga qo'shib tushunganimizda yaxshi tushunadi. Masalan, zahaba desak, zahaba zahaba zahabu, zahabat zahabata zahabna, zahabta zahabtuma zahabtum, zahabti zahabtuma zahabtunna, zahabtu zahabna desak, mana shuningdeki zahaba da buningda zamir mustatir tegdi ba. Va Muhammadun zahaba tegdi va degan zamir ba. Endi zahabat diyaba Fatimatu zahabat desak tegida hiya degan zamir var. Mana bu ikki zamiri mustatir. Qag'ini bir bariz bo'ladi. Zahaba desak alif snayn, zahabu desak vovul jamaa, zahabat desak hiya bo'lgan bilan zahabata desak alif snayn, zahabna desak nunun nisva, zahabtu desak tu, zahabtuma zahabtum, zahabti zahabtuma zahabtun, zahabtu zahabna. Mushlarning hammasi zamir. Mana bu zamir jami 70 deganimiz bu. Ya'ni zamir munfasil marfu 14, zamir munfasil mansub 14, 28 oldu. Zamir muttasil marfu 14, zamir muttasil mansub 14, zamir munfasil zamir muttasil majrur 14, jami 5'tin her birisi 14'tin bulup 5 kısım 70. 60 labzı desek mi butkan buldu? 70 labzı desek mi buldu? Ama 90 ma'na çıkıdığanlığı bu iniq. Şuna mana bu zimirlarninki umum jihatdan taqsimot qilinishi. Endi bu zimirlarning har xil istimoli va ba'zi
mesela qandaq kelgan, nerede başqa işlab keldi, nerede tushuncha işlab keldi, nerede igilik işlab keldi, buni tafsili ko'rib o'tamiz. Zamir umuman ma'rif ismlarning birinchi darajadagi zamir bo'ladi. Zamir shaxs jihatdan 3 ga bo'linadi. Birinchi shaxs va ikkinchi shaxs va uchinchi shaxs deb 3 ga bo'linadi. Shaxs jihatdan. Endi mush zamir shaxs jihatdan 3 ga bo'linish bilan birga endi zamir bosh kelish, tushunkilish, egri kelishlar bo'lindi va undan boshqa har xil qandaq yerda tushunkilishlar keladi, qandaq yerda egri kelishlar keladi. Biz buni tafsir qilib o'tamiz. Ammo bir narsa aniqki, az-zamir kulluha mabni. Zamirning hammasi mabni bo'ladi. Bu kull zamir mabni. Nimishqa harfga vaziy jihatda o'xshaganligi uchun zamirni mabni deb qaraymiz. Şunlaşqa zamirlarning hammasi mabni bo'ladi. Tövəndə bunun tafsilotini ko'rib o'tamiz. Musannif rahimahullah zamir haqida mundaq deydi. Fama lizi g'aybatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bid-damiri. Antaga o'xshash, huvaga o'xshash uchinchi shaxs uchun bo'lgan yoki huzur uchun bo'lganni zamir deb atang. Fama lizi g'aybatin uchinchi shaxs uchun bo'lganni aw hudurin hozir uchun hudurdan ikkisi maqsad. Hudur degan iboratdan birinchi shaxs va ikkinchi shaxs. Shu hudurdan birinchi va ikkinchi shaxs maqsad qilinadi. Anta va huvaga o'xshash uchinchi shaxs uchun bo'lgan va aw hudur birinchi shaxs va ikkinchi shaxs hozir bo'lganiga birinchi ikkinchi shaxsga cho'qim hozir ulab turadi. Şuna huzur deb iborat turdi. Birinchi shaxs va ikkinchi shaxs va uchinchi shaxs uchun bo'lganni antuvaga o'xshash buning ismini sammi bid-damir zamir deb atang dedi. Shunga biz buni zamir deymiz. Masalan, zamir degan nima edi? Zamir degan ismun jamidun yadullu ala mutakallim aw muxatab aw g'oib. Birinchi shaxs yoki ikkinchi shaxs yoki uchinchi shaxsga dalolat qiladigan, uchning biriga boshlab uqtirib beradigan ismi jamidni zamir deb atadik. Anda bo'lsa, bu zamirlarning ichida biz bayon zamir muttasil va zamir munfasil deb ikkiga bo'ldik. Buni ko'rib o'taylik. Wa zuttisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Kal ya'i wal kaf min ibni akramak vel ya'i vel ha'a min salihi ma melek. Zuttisalin minhu şu zimirdin muttasil bo'g'ini, zimirdin muttasil bo'g'ini ma la yubtada inin bilan so'z boshlanmaydigini. Zuttisalin minhu ma la yubtada şu zimirdin zimir muttasil bo'g'ini uning bilan so'z boshlanmaydigini. ولا يلي إلا اختيارا أبدا. O zamir muttasil degan ixtiyoriy holatda, ixtiyoriy mangu illa yanlış qilamiz. Endi bu yer ixtiyor degan bu odatda ixtiyor holatda, majbur holatda deb qo'yganimiz bilan ixtiyordan maqsad fin nasri. İzdirarandan maqsad fi shi'r. Ixtiyor odatda bu kitobda hozir ixtiyor deb keladi, izdirar deb keladi. Izdirar bu şiirini gösterdi. İhtiyar nesri şekillik sözlerini gösterdi. Çakma şekillerini gösterdi. Şiirini göstermeydi. Şuna adetteki nesir sözlerde zamir illağı mengu yanlışıp gelmeydi. Mesela kandak gelmeydi demek ise mesela necahettullah illa kedep gelmeydi. İlla ke. Senden başka barlık okucular utuq kazandı desek necahettullah illa ente deb keladi ama illa kedep gelmeydi. Zamir muttasil bu amda illa dengin gelmeydi. Ama zürüc şiirda şiiri zürriyatla tepilgan çağda keladi. Şuna bunu ihtiyar dedi. İhtiyar da gelmegen bilen izdirar da keladi. O izdirardan murad bu bolsa şiiri maksat kılındı. Şunlaşqa zimirdin zimir muttasil inin bilan so'z boshlanmaydigan dedik. Masalan, bu nimaga o'xshash desa, ibni akramakning yasi bilan kafiga o'xshash, salihi mamalakning yasi bilan hasiga o'xshash dedik. Va la yali illa ixtiyaran abada.
O zamir abedel abad ihtiyar halatda yandaşmaydı deganimiz. Yani şu illa yanlışıp gelmeydi. Zürür tişir yanlış kıldı. İlla denkin zamir muttasil, illa denkin zürür tişir yanlış kıldı. Ama adetki nesr şiirlerde sözlerde yanlışıp gelmeydi. Demek ihtiyar da gelmeydi ama ızdırar da kıldı. Degan bo'ldi. İhtiyar deganmaydi ekan, nima dekildi ekan? İzdirar dekildi ekan. İhtiyardan murad nasr maqsad, izdirardan murad she'r maqsad qilinadi. Bu sizning kal-ya'i vel kafi min ibni akramak vel ya'i vel ha'i min salihi ma malak degan so'zingizga o'xshash deb misol keltirildi. Endi ibni akramakki ibnidagi ya mushu zamir muttasil majrur ilgili qilishib kelgan tutash kuch kichik almash. Akramakki o'g'lim seni hurmatladi desa ibni akramak o'g'lim seni hurmatladi desak akramakki kaf mana bu zamir muttasil mansub shum qilishib kelgan tutash kuch kichik almash. Tutash kuch kichik almash. Anda da mishariki el-ya vel-kaf. İbnidik ya, ekremek kaf. Bu müstakil kullanılmaydı. Fakat bir sözü tutaştırıp kullanıldı. İbninin onuğa ya, andın ekremekke, keremekke digil olmaydı. Keremekke, ekremek nekilip, keremekke digil olmaydı. Ama muzafillay degen çokum o kinke bir sözüm. İbnidiki, İbni mubtada merfu alamet rabbi الضمة المقدرة على نون على نون بسبب يا المتكلم متكلم ياسın sebebüyle bu aşağıda dammını badab qaraymiz. Akramak akrama fil madi mabni alal fath fa'il zamir mustatir taqdiru huwa. Kaf maf'ulun bi kaf كاف ضمير متصل منصوب مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفعول به. Anda o'g'anda akramakdiki kaf maf'ulun bihi bo'ldi. U shuncha ishlab chiqqan zamir bo'lg'achqa mishada mahallan mansub dedik. Anda da bu tutish qiladi. Endi shuni karamaka deb keltirib olmaydi. Shuna unda keltirmoqchi bo'lsak, masalan bunun misalini ko'rsak, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inki iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Iyyaka zamir munfasil, zamir muttasil emas. Endi iyyakani ka na'budu ka nasta'inu degan bo'lmaydi. Shuni na'buduka nasta'inuka degan bo'ladi. Shunga bu zamir muttasildan so'z boshlanmaydi. İşimizin sebebi şu. Vel ya vel ha min salihi ma malak. Siz onundan o igoğan nasını soran deptu salihi mamelekteki salihideki sal fil emri fa'il yaul muhatebe ve salihideki fa'il yaul muhatebe ya zamir zamir merfu muttasil zamir muttasil zamir merfu muttasil mebni fi mahal رفع فاعل سرير هي زمر متصل منصوب سرير الزمير زمر متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به عند ما ملك اسم موصول مقصود بها امس شونا مش سرير يا من يا bu zamir merfu muttasil sariyideki hi zamir dikaha sariyideki bu zamir muttasil mensup anda olsa zamir muttasil meyli mensup olsun meyli zamir muttasil mecrur olsun kelyadın maksat kelyadiki ibni ekremekteki yası dedik bir yadın zamir muttasil mecrur vel kafidin zamir muttasil mensup vel ya'i vel ha'i min salihideki ya'dın zimir muttasil merfu ha'dın zimir muttasil mensup demek zimir meyle zimir muttasil mensup olsun zimir muttasil merfu olsun mecrur olsun bununla söz başlanmaydı bu
bundan söz başlanıp gelmeydi. Çünkü bunu tutaş küçük kalmaz. Ma'lum bir sözün ahırga tutuşup gelip işiltilidi dep qaraymiz. Endi tövende yana zimir hakkında toxtalımız. Ve kullu muzmarun lehul bina'u yecib ve lebzu ma curra ke lebzi ma nusib. Lirrabbi ve nesbi ve cerri naselah. Ka'rib bina fe innena nilnel minah. Ve alifun vel vavu vel nunu lima. Gâbe ve gayrihi ke qâma ve lema. Musanif rahimahullah deydi. Kullu muzmer lehel bina'u yecib. Yani barlık zimirlerinin mebni oluşu vacip. Her kandak zimirinin mebni oluşu vacip. Limaza yecib. Nimiş koyu mebni oluşu vacip? Çünkü kullu zamir yushbih bil huruf bil vez'i. Vez'i cihatte harif koşuğallık için çünkü kullu zamir mebni oludu. Ve lebzu ma curre ke lebzi ma nusib. İgirik kirişlep kıldığan zimirinin lebzi, şüm kirişlep kıldığan zimirinin lebzi koşuydu. Yani igirik kirişlep kıldığan zimirinin okuluş lebzi şekli, şüm kirişlep kıldığan nesbi okuluduğan zimirinin şeklige elbette lebzi şeklige okşaydı. Telappuzu, işkilisin telappuzu okşaş. Mesela innehu, lehu. İnneha leha. İnneke leke. Degen okşaş. İnni li. Şu bunun okşaydı. Şuna bu beytin çıkıvalıdı ki bu beytin iki mezmun çıkıdı. Birincisi zimirranın mebni ekanligi. İkincisi nesbi okuduğun zimirnin telappuzu bilen cer okuluduğun yani mensup bulduğun zimirnin telappuzu bilen mecrur oluduğun zimirnin telappuzunun okşaydıqanlığını düşünüp aldık. Lirrab ve nesb ve cerrin naselah. Ka'rib bina fe innena nilnel minah. Na Rabbi başkilişke, şümkilişke, igilikilişke yarıdı. Na degen zamir bu Rabbilik haletimi na dep kılıdu. Nesbilik haletimi na dep kılıdu. Cerlik haletimi na dep kılıdu. Mesela Rabbilik haleti ketebna biz yazdık. Merfuluk haleti, Rabbilik haleti. Ama zamir muttasil merfu. Çünkü o fail eşede. Hem de inna desek mensup haleti. Lena mecul haleti. Lena ya kitabuna muzaf ileyh oldu. Lena harfi cerinin mecrur oldu. Okşaş. Buna bu na Rabbi nesbi cerge yaredi. Nimi okşaş? A'rib bina fe innena nilnel. Siz bizni tunun çünkü biz minhalarga, mukofatlarga erishdik dedi. Endi müşerike ya'rib bina fe innena nilnel minhati bina da na buna bu harfi cerdenkin mecrurlap geldi. Mahalle mecrur. Fe innena da bu inninin ismi mahalle mensuplap geldi. Nilnel minhati nilna da bunu bunna labzan filnin failu mahallen merfu demek Rabbi nesbi cerge hemiski yaredi. Nargen zimir. Ve alifun vel vav ve nun lima gâbe ve gayrihi kâma ve lema. Hem zamir muttasilla işçidin biz bayan dedik zahaba. Hem de alif isneyn zahaba desek zahaba fiil alif isneyn fa'il zahaba fiil alif isneyn zamir muttasil mebni ala sukun fi mahalle rab'i fa'il dedik. Muş alif isneyn bu ya pil mazi dikildi ya ki pil emre dikildi. Mesela kâma desek onu dikildi, zahaba desek geldi, izhaba degen okşaş alif isneyn. Alif isneyn mu vavul cema'a. Demek alif isneyn bu gayib üçün işletildi ve gayibnin gayrı olan muhatap üçün işletildi.
Vavul cema'a gayib için işletildi, gayibden gayrı olan muhatap için işletildi. Nun mu gayib için işletildi ve gayibden gayrı olan muhatap için işletildi. Mesela alif isnayn gayib için işletildiğini, mesela qama degen mesela o'xshash. Qama desek o ikisi tudir edip, yerdeki alif isnayn gayib üçün şahs için işletilgen işkilik zemiri. Ve'lema o işkinle bilinglar desek, ve'lema dik alif isnayn, i'lema diki eylem pila emri fa'il alif isnayn yoki alif isnayn zamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il deymiz, ikkinchi shaxsni bildiradi. Shunga alif isnayn ikkinchi shaxsga ishlatiladi, uchinchi shaxsga ishlatiladi. Nunun nisbati shundaq. Ya'ni vovul jamoadan vovul jamoa maqsad, masalan zahabna degi kelganga o'xshash. Endi bayam alif isnayn mi pila mazi demek oldu, pila emri demek oldu, pila muzar demek oldu. Mesela qama, yaqumani, taqumani, i'lama. İşqib gayib işletilmeydi. Nima? Mutakallim işletilmeydi. Gayib ve muhatap işletildi. Vel vavu üçüncü şahıs ve üçüncü şahsın gayrı olan muhatap ikinci şahs için işletildi. Dedik. Anda da vav zahabna deki nima zahabu deki vavul jamaaga o'xshash. Yazhabuna deki vavul jamaaga o'xshash. Anda da i'lam endi buningki alif isnayn vavul jamaa işletildi. Nima alif isnayn g'oyib işletildi ve mutakallim işletildi. Vav yana bu g'oyib uchun ishlatildi ve muhatap uchun ishlatildi. Muhatapning misali masalan tazhabuna yoki i'lamu, qamu g'oyib uchun, i'lamu muhatap uchun, ta'lamuna muhatap uchun. Shunga bu fil mazi muzari amrda keladi. Endi nunun nisbatdan bo'lgan maqsad, masalan qumna desak g'oyib ishlatildi. Yazhabna desek yine gayb işletildi. Tazhabna desek muhatap işletildi. İ'lamna desek muhatap işletildi. Şuna alifun vel vav ve nun lima gabe ve gayri qama ve lama. Alif isnayn vavul jamaa nun nisbe gayb üçün gaybın gayri olan muhatap üçün işletildi. Gayb zimir olan işletildi, muhatap zimir olan işletildi. O'xshash labzi. Labzi o'xshash demekçimiz böyle. Çünkü bu yerda g'oyib ishlatilgan yeri keldi, muhatap ishlatilgan yeri keldi. Wa min damir rab'i ma yastatir. Kaf'al uwafiq naghtabit iztashkur. Endi navbatda biz ko'makchi o'g'limiz zamir mustatir haqqa to'xtalmoqchi. Bayamqa to'xtalganimiz zamir bariz haqqa to'xtaldi. Biz bayam degan to'q zamir adamiru qisman, zamir mustatir va zamir bariz deb ikki qism qilinadigan. Zamir mustatir min zamir rab'i ma yastatir. Zamir boshqa ishlab chiqqan zamirlarning ichidan mustatir yushun qildig'ini bor. Yani zamir mustatir vujuban, zamir mustatir javazan deb ikkiga bo'linadi. Zamir mustatir vujuban chuqum yushun kilishi vojib bo'lgan zamir. Zamir mustatir javazan. Durust. Kasim yushun kasim bo'ladi yoki zamir yushun kami odatga boshqa qismlar uning paylab kasim bo'ladi. Masalan zamir mustatir vujuban kitqini 4 turlik tilda zamir mustatir keladi, vojib bo'lgan holatda. Oshkor ism uningga paylab kelmaydi. Uning birisi if'al o'xshash. If'al desak, if'al izrib degan bo'lish. Pil amri birinchi shaxs pil amrida cho'qim shunday bo'ladi. If'al deganga o'xshash. Uvafiq. Mana bu uvafiq desak وافق يوافق وافق نوافق desek nahnu nagtabit deganga o'xshash, iztashkur deganga o'xshash. Mana
odatda fe'l muzari bo'lib, fe'l muzari bo'lib, bu zimir mustatir vujuban kelishiningki shakli masalan fe'l muzari bo'lib hamza bilan boshlangan bo'lsa, chuqum uningki tigida zimir mustatirning kelishi vojib bo'ladi. Mesela azhabu deganga o'xshaydi. Yoki nun bilan boshlangan bo'lsa, nazhabudan o'xshash naktubi chuqum zimirning yoshin kelishi vojib bo'ladi. Ikkinchisi o fe'l navoda tashkuruga o'xshash shu ta bilan boshlangan bo'lsa, bu tashkur degan fe'l chuqum erlik ikkinchi shaxs birlikni bildirgan bo'lsa, ammo ayollik birinchi uchinchi shaxs birlikni bildirsa bo'lmaydi. Masalan, bu yerda demoqchi bo'lganimiz, masalan, yashkuru, yashkurani, yashkuruna, tashkuru, tashkurani, yashkuruna deganiki ma'vo emas, tashkuru, tashkurani, tashkuruna, tashkurina, tashkurani, tashkurani, tashkur muxotab, andin shu birlikni ko'rsatadi muxotab. Tashkuru. Şu fe'l ta bilan boshlanibdi, harf muzari to'g'an ta bilan boshlanibdi. Chuqum bu ikkinchi shaxs aylik birlikni bildirgan bo'lsa, buning tigida odatda zimir mustatir kelishi vojib bo'ladi. Tashkurning fa'ili ism zohir kammaydi. Uvatning kammaydi, naqtabining kammaydi. If'al degan fe'l amrining fa'ilimi oshkor zimirlar buning fa'illab kelmaydi. Buning 4 turlik tilda fa'ilning yushin kelishi vojib deb qaraymiz. Ammo yushin kelishi joiz bo'lgunicha desa, masalan, zahabaga o'xshash zahaba va zahabat. Zahaba va zahabatda yazhabu va tazhabu degan yazhabu degan uchinchi shaxs g'oyib aylikda, uchinchi shaxs aylik birlikda yoki tazhabu uchinchi shaxs ayollik birliklarda ixtiyor bo'ladi. Masalan, tazhabu Fatima desam butu yoki Fatima to tazhabu desak tegini keladi, tazhabu desak oshkor kelsa bo'ladi, shunga o'xshash. Tuvanda zamir munfasil haqida tafsil ko'rib o'tamiz. Wa zurtifa'in wa infisal ana huwa wa anta wal furu'u la tashtabihu. Zuntisabin finfisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Bu ikki baytdan biz zamirning zamir muttasil va zamir munfasildan iborat ikki bo'linganligini ko'rib olamiz. Zurtifa'in wa infisalin ana huwa. Zurtifa wa infisal başqa ishlab qildigan mustaqil qo'llanuvchi zamir ana huvadur, antadur. Zurtifa başqa ishlab kelguchi va infisal mustaqil qo'llanuvchi. Zurtifa'in va zulfisalin degan bo'ldi. Rafi igisi, mustaqil igisi deganimiz boshqa ishlar zamir muttasil, zamir munfasil, marfu deganimiz mana shu. Shu boshqa ishlar qildigan mustaqil zamir anadur, buningdan birinchi shaxs maqsad, huvadur, uningdan uchinchi shaxs maqsad, antadur, uningdan ikkinchi shaxs maqsad. Anadan ana nahnu maqsad qildi, huvadan huva huma hum, ya huma hunna maqsad qildi, anta antuma antum, anta antuma antunna maqsad qildi. Val furu'u la tashtabih. Buning tarmoqlari unda o'xshib qolmaydi. Val furu'u la tashtabih. Buning ananing tarmoqi nahnu chiqadi, huvaning tarmoqi huma hum, ya huma hunna chiqadi, o'xshib qolmaydi. Shibilik bo'lmaydi. Antining tarmoqi antuma antum, anti antuma antunna chiqadi, la tashtabih degan mana shu. Buning tarmoqlari o'xshib qolmaydi. Zuntisabin finfisalin ju'ila iyaya va tafri'u laysa mushkila. Mustaqil qo'llanadigan tushuntirib ishlab qiladigan zamir iyaya qilindi. Zuntisab zamir, finfisal zamir munfasil mansub maqsad qilingan. Zuntisab tin zamiri mansub, finfisaldan munfasil. Çünkü zamiri munfasil marfu nima? Zamiri munfasil mansub tushuntirib ishlab qiladigan mustaqil qo'llanuvchi zamir
iyyaya qilindi. Iyyaya anda da vattakiru laysa mushkil. Bunun tarmoqlari mushkil emas. Buni bilmek oson, bunun tarmoqlari mushkil emas. Masalan, iyyayaning tarmoqlari iyyaya, uning tarmoqi iyyana. İyyâke, iyyâkuma, iyyâkum, iyyâki, iyyâkuma, iyyâkunna, iyyaha, iyyahu, iyyâhuma, iyyâhum, iyyaha, iyyâhuma, iyyâhunna din ibaret muhtarmaklan demekçi. Şuna zuntisabın pinfisal deganimiz zuntisabın pinfisal degan zamir mansub, zamir munfasil, mansub maqsad qilingan. Biz bayan bunu deb bildik. في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تعدى أن يجيء المتصل. أمدي نوتا بردان الزمر منفصل لب كاسم بلدغان متصل لب كاسم بلدغان ورن كرمكçi. İhtiyari halette, yani ihtiyar degan ibaretning aksini, uning ziddi izdirar oldu. İhtiyardan nesir maksat kılındı, izdirardan şiir maksat kılındı. Nesirlerde zimir munfasil kemmeydu, zimir muttasil kilalit kan bosa. İza ta'atta, ey iza emkene. İza ta'atta ma'nahu iza emkene. İza emkene ey yeji'el muttasil, ey yeji'a az-zamir el-muttasil. Zimir muttasilning kelişi mümkün bo'lganda zimir munfasilning kelishi zimir munfasil kelmaydi. Nasrlarda normal holatda, ammo zurd she'rlarda muttasil qoida munfasil keliyordi deydi. Masalan, zimir muttasil kelishi mumkin bo'lgan o'rinda, ammo iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in o'xshat qoyada zimir muttasil kelenmeydi. Şunu bir yerde zimir munfasil kelmesi olmaydı. Asli ka na'budu, ka nasta'in deb kelişi mümkün emas. Çünkü anda na'buduka ve nasta'inuka keladi. Lekin bu yerda taxsis maqsad qilingan at-taqdim ma va at-ta'khir yufidu at-taxsis. Asli kim tutgan narsani ilgari keltirganlik taxsisni foyda beradi. Anda bo'lsa iyyaka na'buduni biz na'budu ka bilan iyyaka na'buduning farqi bor. Na'buduka sana ibodat qilamiz. Iyyaka na'budu sana g'inak ibodat qilamiz. Nasta'inuka sana sendan yordam so'raymiz. Iyyaka nasta'in sendan g'inak yordam talab qilamiz degan bo'ladi. Unda o'g'anda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in o'xshash yerlarda buni zamiri muttasil kelishi mumkin bo'lganmag'achqa andin zimir munfasil keldi. Agar zimir muttasil keltirish mumkin bo'lgan bo'lsa, munfasil kelmaydi deymiz. Vasil awfsilha salnihi wa ma ashbahu fi kuntuhul khulfun tama kazaka khiltanihi wattasila akhtaru ghayra akhtarin fasila. Salnihi ve onun o'xshashlarının asini muttasil qilib keltiring yoki munfasil qilib keltiring. Sil muttasil qilib keltiring, tutashtirib keltiring. Avfsil mustaqil keltiring. Salnihining asini, salnihi dikani buni salnihi deb sil salnihidan mundaq muttasil holatga keltirsangiz bo'ldi. Yoki ifsil uni munfasil salnihi deganni salni iyyahu deb keltirsangiz bo'ldi. Salnihi yoki salni iyyahu deb mana ikki yo'l durust deydi. Va shuning o'xshashlarini va endi salnihining o'xshashlaridan murod nima degan gap chiqdi. Va salnihining o'xshashlarini nima shundan keltirsangiz bo'ladi. Endi buning o'xshashlari odatda filning ikki maf'uli kelgan
birinci, ikkinchi maf'ul g'oyib bo'lib kelgan. Bunun ikki maf'ul kelgan, o ikki maf'ul mubtada xabar babidan emas. Odatda fillarda ikki maf'ul keladigan, o ikki maf'ul asli mubtada xabar bo'ladigan, filda ikki maf'ul keladigan, o asli mubtada xabar bo'ladigan bunday ahvol bor. Ikki maf'ul asli mubtada va xabar bo'lgan, ikki maf'ul qilib asli o mubtada xabar bo'lmaydigan ahvol bor. Miyada saniyidin bunu inşallah kim ko'rib o'tamiz. Saniyidiki miyada buningdan maqsad nim bo'ldi degan vaqtimizda va ma ashbahu uning saniyining o'xshashlaridan bir-birining ikki maf'ul kelgan ikkilisi zamir. Birinchi o ikki maf'ulning birinchisi va ikkinchisi mubtada xabar emas. Ana va man u mubtada xabarni talab qilgan bunda babdan emas. Ham shundaqla birinchi ikkinchi maf'uli zamir g'oyib bo'lgan. Yani ikkinchi maf'uli birinchi maf'uli mutakallim bo'lgan, yani birinchisidan ikkinchisi sal amroq yoki birinchisi sal xasroq bo'lgan ma'no holatni ko'rsatib turdi. Ammo kuntuhul xulpun tama, kuntuhu xulpun tama dedi. Kuntuhuda ixtilof mavjud bo'ldi. Kuntuhuda ixtilof bor. Bir-birliklar deydi, kuntuhuni mushunda zimir muttasil keltirish ahsan deydi. Yana bir-birlik ulamalar deydi. Kuntu iyyahu deb keltirish ahsan deydi. Yana bir-birlik. Bu qazi vaqtida esa buning ikki dona zimir asli mubtada va xabar bo'lganning misoli. Kuntudagi ana asli ikki zimir mubtada. Asalniki kelgan bilan u muhim emas. Ammo shuning o'xshaydi xiltanihi. Xiltanimi shuning o'xshagan dediğimiz bu mesela kuntu'dan af'al naqis maqsad, xiltanidin af'al zan, af'al qulub maqsad, qalb fillarining ikki maf'ul zimir bo'lib kelsa yoki af'al naqis, af'al nasixlarning ikki maf'ul ismi va xabari zimir bo'lib kelgan chaqda ikkinchi af'al naqisning xabari zimir g'oyib kelsa, zimir g'oyib bo'lib kelsa yoki şu af'al qulublarning ikkinchi maf'ul zimir g'oyib bo'lib kelgan chaqda buningda ikki yo'l durust. Buni muttasil keltirsak mi bo'ldi, munfasil keltirsak mi bo'ldi. Sanliga o'xshash ikki maf'ul talab qiladigan, ammo ikki maf'ulning asli mubtada xabar bo'lishi talab qilmagan bo'lib, ikkinchi maf'ul zimir g'oyibdan kelgan chaqda uningda ixtiyor bo'ldi. Ammo kuntuda ixtilof. Bir-birlik anada hamma ulama muttafiq asanihida muttafiq, lekin kuntuda va xiltaniylarda va mushun qo'sh af'al qulublarda va af'al naqislarda ikkinchi af'al naqislarning xabarida va af'al qulublarning ikkinchi maf'ullari zimirul g'oyibdan kelgan vaqtida ixtilof bor. Bir-birliklar zimir munfasil keltirsak o'tdi. Mish kuntuda kuntu iyahu xiltanida xiltani iyahu deb keltirsak o'tdi. Bir-birliklar mush ayni kuntuhu xiltani deb keltirsak o'tdi deydi. Ikkilasining o'zgarishlik dalillari bor. Bu ixtilof bizga alohida bir foyda bermagachga ixtilofning dalillarini so'zlab o'tmaymiz. Vattisalan axtaru. Musannif rahimahullah Ibn Malik deydi-ki, men muttasil shaklini tanladim. Kuntu iyahu demi kuntuhu deshni tanladim. Xiltanihi ne tanladim? Xiltani iyahudin. Çünkü bunun hiç qanday bir. Va gayri axtaran infasila. Ama mening gayrim başqalar munfasilni tanladı. Mening o'zim kuchli dalilim bor, boshqalarning o'ziga kuchli dalili bor. Undaq bo'lsin mayli, mundaq bo'lsin mayli, qanday bo'lsa bo'ladi ixtilof bor, lekin men ma'ni tanladim deydi. Gayrin ixtara infasal. Mening gayrim boshqalar buni ma' shaklini tanladı. Munfasil keltirishni tanladı. وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصاله. قدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. Şimdi adette muttasillada, zimir muttasillada akhasni ilgari qiling. Munfasillada xoliqingizni ilgari keltirsangiz bo'ladi deydi. Endi bir zimir bir so'zda bir pilning ikki maf'uli ikki dona zimirdan ketdi. Birisi birdan sal akhasroq ekan. Bunda bo'lgan holatda biz
ahasni burun keltirish kerak. Masalan, bunun misollarni ko'rib o'tganimizda biz zamir ahas, endi zimirlarning ichidagi ahasni anglama qilsak, odatda zimirlarning eng xasroqi zimir mutakallim. Undan qolsa zimir muxotab, undan qolgan chog'da zimir g'oyib hisoblanadi. Şuna zimir agar bir tilda hem zimir mutakallim hem zimir g'oyib kelsa yoki zimir muxotab kelsa zimir mutakallimni burun keltiramiz. Masalan, biz misol keltirsak, ataytani hu, ataytani hi, sen meni uningga berding desak, mishada a'ta yu'ti degan bir ikki maf'ul taraf qiladi. Birinci mef'uli mutakallimning yasi, birinci zimir olan birinci şahsının yasi, ikinci mef'ul zimirul g'oyib. Esi a'tayta ni hu yoki a'tani hu, a'tani hu. U adam meni uning berdi. Muhammedun a'tanihu desak, mishadi qilib biz qasi aqas degan vaqtimizda zimir mutakallim, zimir g'oyibdan aqas bo'lg'achqa birinchi shaxs bo'lgan zimirini ikkinchi maf'ul bo'lgan hada ilgari keltiramiz. Endi bunda keltirsak bo'ladi desa, Muhammad a'tahu ni yoki a'tahu iyahu deganda bunda keltirsak yo'q bo'lmaydi. Chunki zimir muttasilda cho'qim aqasni ilgari keltiramiz. A'tanihi deb keltirishimiz kerak. Nun mutakallim yasi anan keyinda kelsa bu bo'lmaydi. Chunki buni ilgari keltiring deshning sababi mana shu. Endi qaz qonunining aqasida mutakallim muxotabdan aqas, muxotab g'oyibdan aqas bo'lgandan keyin anda o'zi Muhammad seni uningga ba'di demoqchi bo'lsak-chi, Muhammadun a'takahu, Muhammadun a'takahu. Amma Muhammadun a'tahu ka deb keltirsak bo'lmaydi. Muhammadun a'tahu ka deb keltirsak bo'lmaydi. Muhammadun a'takahu deb keltirishimiz kerak. Chunki kaf hudun burun kelish kerak. Bayon qilimi Muhammadun a'tani ka. Cho'qim kaftin birinchi shaxsniki burun kelish kerak demakchi. Yine waqaddim al-akhas bittisalin degan ma'no shu. Waqaddim ma shi'ta bittisalin. Ama zimir munfasil qilib keltirib qo'yadi. Qanday keltirsin bo'ladi? O chog'da muttasil keltirganda mushtartif bunchi keltirganimiz bilan bunda nima keltirmoqchi bo'lsak, zimir munfasil keltirmoqchi bo'lgan vaqtimizda xoliqingizni ilgari keltiring. Mesela muttasil şekilde keltirib, bayon şekilde a'takahu ne? A'taka iyyahu yoki a'tahu iyyaka. İkinci mef'ul qasi bo'lishdan qat'i nazar, birinchi mef'ul qasi bo'lishdan qat'i nazar odatda Muhammadun a'takahu ne? Kahu ne? Muhammadun a'tahu iyyaka deb keltirsak bo'ldi. Muhammadun a'takahu deb keltirsak bo'ldi. Ixtiyor deydi. Endi qanday chog'da birinchi maf'ul, ikkinchi maf'ulni qanday araymiz deganda ishtibah bo'lib qolganda cho'qim bechkagina birinchi maf'ul, ikkinchi maf'ul bo'ldi. Odatdagi vaqtlarda a'ta yu'ti filninki birinchi maf'uli cho'qim bir narsani qabul qilish iqtidoriga ega bo'lgan ism bo'ladi. Masalan, Muhammad Ahmadga bir kiyim berdi demoqchi bo'lsak, Muhammadun a'ta Ahmada libasan dedik. Muhammad Ahmadga bir kiyim berdi, kiyimlarni berdi degan bo'ldi. Endi shuni onda zimir keltirmoqchi bo'lsak, libosni onda zimir Muhammad Ahmadni onda Muhammadun a'ta hu endi mavi ikki zimir muttasil. Endi g'oyib keltirmoqchi, sana berdi demoqchi bo'lsak, Muhammadun
a'takahu. Endi müşeri katni kin keltirsak mı buludu? Birinci mef'ul olsun kin keltirsak buludu ki Muhammedun a'tahu iyyaka deb keltirsak mı buludu? Munfasilda birinci mef'ul kin, ikkinchi mef'ul ilgari kelsin buludu. Ve şundaqla munfasilda zimir akhas kin, zimir a'am ilgari kelsin buludu. Mesela Muhammedun a'tahu iyyaka iyyaka akhas Hu'dun, lekin hu ilgiri iyaga kin keldi, lekin nimishqa munfasil bo'lganlik uchun, ama muttasilda bo'lmaydi deb buni shunday qaraymiz. Va pittihadir rutbatil zim fasla wa qad yubihul g'ayb fihi wasla. Martabasi o'xshash bo'lganda faslini lozim tuting. Endi o'xshash martabalik kelgan chaqda, endi martab fi ittihadir rutbatil zim fasla. Martabasi o'xshash bo'lganlarda pas zimir munfasil qilib keltirishni lozim tuting va uningda shu martabasi o'xshash bo'lganlarda uchinchi shaxs amada uchinchi shaxslar g'oyiblari vasl qilinib kelishi durust buludu dedi. Endi pittihadir rutbatil zim fasla martabasi o'xshash bo'lganda fasl lozim tuting degan gap bo'lsa, martabasi o'xshash bo'lib ikkili zimir birinchi shaxs yoki ikkili zimir ikkinchi shaxs yoki ikkili zimir birinchi shaxs bo'lsa, buni biz martabasi o'xshash ittihadir rutba deb ataymiz. Onda da masalan Muhammedun a'taka Muhammed sana seni berdi. Muhammedun atani ni. Muhammed bana meni berdi. Degan yerda chuqur past qilib keltiramiz mutli. Muhammedun ataka iyyaka. Muhammedun atani iyyaya. Muhammedun atahu iyyahu degan o'xshash martabasi o'xshash bo'lib qoldi desak, keldi deganda chuqur past qilib keltirish, zimir munfasil qilib keltirish vojib deb qaraymiz. Ammo mushu vojibning ichidan mubah bir shakli borki, vaqat yubihul g'ayb fihi wasla. Uningda mushu martabasi o'xshash bo'lgan zimirlarda uchinchi shaxs qilib qolganlarida vas qilib keltirilsin bo'ladi. Masalan, Muhammadun a'tahu iyyahu deb keltirib qo'yadi. Muhammadun a'tahu Muhammadun a'tahu. Lekin buningda musannif rahimahulloh ma kitobda sal vaqat yubihul g'ayb fihi vaslani mujmal keltirgan. G'oyib bo'lsa degan. Lekin buni lafzidan vaqat yubihul g'ayb fihi vaslaning zohiridan men keltirgan misol chiqadi. Yana qanday masalan Muhammadun a'tahu deb keltirsangiz bo'ladi degan ma'no chiqadi. Lekin Shafi degan kitobida buni bunday tushundik. G'oyib bo'lib ikki zimirining san jihatda o'xshash bo'lmasa, martabasi o'xshash bo'lsa, san jihatda o'xshash bo'lmasa, andini vasf keltirsangiz bo'ladi. Masalan, Muhammadun a'tahu huma deganga o'xshash bo'lsa, yoki a'tahuma hum deganga o'xshash bo'lsa, yoki a'tahu a'taha hunna deganga o'xshash bo'lsa, birisi birlik bo'lsa, yana birisi ikkilik, ikki zamirning birisi birlik bo'lsa, ikkisi yana birisi ikkilik bo'lsa, yoki ikki zamirning birisi ikkilik, yana birisi ko'plik bo'lganda, bunda bo'lgan vaqtda vasf qilib keltiramiz, bundaq bo'lmasa vasf qilib keltirmaymiz, past qilib keltiramiz deb manda sharhlarni o'zining yana bir kitobi bo'lgan Shafi degan kitobida shunday tushuntirgan bo'lg'achqa, shuni biz shu bo'yicha tushunib mangamiz, ammo iboratning zohiridan bu ma'no chiqmaydi. وقبل النفس مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد نزم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعلك سي وكن مخيرا في الباقيات وازدرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدوني قل وفي قدني وقتني الهزف أيضا قد يفي. Endi tuvanda biz to'xtalmoqchi bo'lganimiz nunul viqoyaga to'xtalamiz. Endi bu savol kelishi mumkin, nemishqa zamir mutakallim
zimir haqida ketib o'tib dars nima uchun zimir nuni voqaga chiqib ketadi desa, chunki zimirlarning ichida yaul muxotaba degan bir zimir bor. Bu yaul muxotaba o'zining oldingi so'zning o'zi qo'shilgan so'zning oldingi harfning zir bo'lishini talab qiladi. Masalan, kitobun, haza kitobun, bu kitob desak, aşağıda bu mening kitobim demoqchi bo'lsak, haza kitobi deb, asli kitobun deb peş qilgan xabar mutakallim niyasi muzab bo'lish orqali kitobi bo'lib qoladi. Nimishqa zimir bo'lgan mutakallim niyasi bo'lgan ya o'zining oldingi harfning zir bo'lishini talab taqozo qilganlikdan. Unda bo'lsa, bu yerda bu gap chiqib qolishi, chunki zimirlar, zimir muttasil bo'lgan bu ya mansub holatda pilg'i tutishadi yoki ba'zi ismlar. Masalan, bu bana yardım berdi demek olsak, Muhammedun Nasara. Muhammed bana yardım berdi demek olsak, Muhammedun Nasarani deyimiz. Muhammedun Nasarani. Muhammed bana yardım berdi deyimiz. Hem de aşağıda Nasara degen pilde, aslında Nasara degen pilde nun yoktu. Bu Nasarani de nun nereden payda olsak, bana muşun nun yuqaya deymiz. Bu nun kamizi o qanday o'tsa Muhammedun Nasari olib qoldi. Nasari olib qolsa bu pilning oxiri kasr o'qilib qoldi. Pil kasr o'qilmaydi, ism sakun o'qilmaydi. Ya'ni al-fil la yujar vel ismi la yujzam. Ya'ni pil ilgili qilish majrur olib kelmaydi, ism majzum bo'lib kelmaydi degan qoidamiz bo'yicha, lekin Muhammedun Nasari olib qolgan deb bu yerda xato bir holat shaklini qoidaga muxolifatchilik kelib chiqqachqa biz buni nunun viqoya saqlash nuni o nunun viqoya deb atildi. Nimadan saqlaydi desa, nunun viqoya bu saqlash nuni asli kasri o'qilmaydigan so'zlarni mutakallimning yasining sababi bilan kasri o'qilib qilishdan saqlaydi. Şu demekçi. Anda olsa muşaklık toxtalımız ve qabliyen nefs ma'al fi'lil tuzim nuni viqayetin ve leyse qat nuzim. Pilülen kegen birin şahsının yasının aldıda nun viqaya lazım tutuldu. Yani qabliyen nefsi, nefsinin yası degen gap ya'il mutakallim birin şahsının yası degan maqsad qilingan. Çünkü pilülen kelgan birin şahsının yasının aldıda nun vaqaya lazım tutuldu. Ve laysi qat nuzim. Laysi deb şiir o'qildi. Laysi deb şiir o'qildi. Asli laysi deganmi pil. Laysi deganmi pil. Asli laysani kilish kerak. Laysani kilish kerakdi, lekin zurut şiir degan bir gap bor. Biz bayan ixtiyoran ve izdiraren degan bir var. İzdirar degan şiiri zürriyet noktasından bazı kaideler özgürlük gidiyordu. Bu şiiri zürriyet deb ataymiz. Zürriyet bo'lgan ahvollar. Şuna laysi deb keldi. Asli laysani deb şiir düşünarken gelir buldu. Endi mesela adattu qavmi ka'adidit taysi izzahabal qawmul kiramu laysi. Ayet taysi dekken adattu qawmi ka'adidit taysi izzahabal qawmul kiramu laysi deb taysiga maslashtirish uchun laysi deb kelgan. Bo'lmasa o'sha laysani o'zi taysiga maslashmay qolibdi. Shu zurut şiir sababidan shunaq bo'lgan. Men qavmimni qumlarning sonidek sanidim. İsil qavmlar ketgan chaqda men qavmni qumning sonidasini, lekin u men emas deb laysi deb ketganmish edi. Endi laytani pasha va layti nadara. Endi odatda bizda harf mushabbah bil fil deydigan bir harflar bor. Buni harf mushabbah bil fil mi deymiz? Hurufun nasiha deb ataymiz. Mayli harf mushabbah bil fil bo'lsin, mayli hurufun nasiha bo'lsin, ismi qanday atilishdan qat'iy nazar ikkisi to'g'ri. Harf mushabbah bil fil desak bo'ldi, filga o'xshagan harflar 3 jihatda filga o'xshaydi. Yoki harf nasiha desak bo'ldi, ismli jumlaning 5 kishi ismli jumlaga mubdani ismsiz qilib mansubqa xabarni marfu'atga keltirgan bo'lg'achqa harf nasiha badalgan. Bu xosisi inna annaka anna lakin laytalla alladhi iborat mushariflar. Mushariflarga
harflarning ismisi birinchi shaxsning yasilab qolgan chaqda nuni viqoya kelamdi ekanmanda degan haqida. Laytani pasha va layti nadara. Laytani degani pasha nayt ko'p keldi, layti nadara oz bo'ldi. Endi layta deganga laytani kashki man degan bo'ldi. Nuni viqoya kelgan shakli laytani deb nuni viqoya kelgan shakli nayt kasir ko'p bo'ldi. Ammo layti kelgan nayt oz bo'ldi. Nadir oz holatga keldi. Ma'al va ma'a va ma'la'allaksi va kun mukhayyara. La'alda aksi qiling. La'alda aksi qiling. La'alli pasha la'alli pasha la'allani nadara demakchi. Aksi bo'lgandan keyin la'alli pasha la'allani nadara bo'ladi. Endi la'alli kelgan shakli ko'p, mana la'allani kelgan shakli oz. Va kun mukhayyaran fil baqiyat. Qab qolganlarida siz ixtiyor qilinguchi bilan kun mukhayyar. Endi qolgani qaysi bo'ldi? Layta bilan la'alli chiqib bo'ldi. Unda inna anna ka'anna lakinna ma turdi. Inna anna ka'anna lakin innani inni al-ikhtiyar indana. Innani desak bo'ldi, inni desak bo'ldi. Anni desak bo'ldi, annani desak bo'ldi. Lakinni desak bo'ldi, lakinnani desak bo'ldi. Ka'anni desak bo'ldi, ka'annani desak bo'ldi. Bu ixtiyor. Vazdararan khaffafa minni va anni ba'du man qassalafa. Mush grammatikashunos ulamolardan ilgari o'tgan ba'zi grammatikchilar ba'du man qassalafa. Ilgari o'tgan bir qism grammatikchilar zurriyat nuqtasini izdirorning jihatidan minni va annini yangillatdi. Minnini yangillatib mini, annini yangillatib ani chiqadi. Asl min degan huruf jar, min degan huruf jarning huruf jarga mutakallim mandin, anni mandin min qo'shilgan mutakallim yasi. Bo'lgandan ada mini o'tdi, lekin agar nunul viqoyini qo'shsak, ikkidan nun kelgan minni degan nun, minning o'zining nuni bir, nuni viqoyiniki nuni bir, ikki nun idg'am qilinib minni bo'tdi, minni. Anni ma an nuni viqoya qo'shib anni bo'tdi. Mutakallim yaz qo'shilgan anni o'tdi. Endi zurriyat jihatidan, bunda she'riy zurriyatlarning jihatidan ba'zi salaflar buni mini deb ani deb keltirgan, mini va ani deb keltirgan ahvol bor. Va fi ladunni va laduni qalla. Ladunni da laduni deb kelishi az bo'ldi. Asl ladun deb ladunning oxiri sukun o'qilgan. Endi buni mushu mutakallim yasi muzof ilayhi olib qo'shilmoqchi bo'lganda nunul viqoya qo'shildi. Shuni ladun idg'am qildik. İki nun keldi, idg'am qilyapti. Ladunna bo'ldi. Mutakallimning yasini qo'shdik, ladunni bo'lgan. Endi ladunni deb kelishi naydi ko'p bo'ldi. Ammo laduni deb kelgan shaklim bor, laduni deb kelgan shakli oz bo'ldi. Naydi oz holat uchraydi. Ammo lekin bo'lgan bilan oz. Va fi qadni al-hazb ayzan qad yafi. Qadni da uningda tashlash ham ba'zida keladi. Endi asma qad bu yerga qadaqamit sizlarga qatma shu. Filmazini bechitgan qatmanimi shu? Lekin bu yerga qad lafz o'xshaydi, maqsad o'xshamaydi. Qad qa tuwa qad qa dal qad bilan qad bu kapa yakbi ma'nosida hasbu ma'nosi bilan kelgan ism fe'l. Qad bu ism fe'llab kelgan qadning gapi ma'no. Qadni menga yetarli degan bo'ldi. Qadni menga yetarli degan bo'ldi. Mishada mush qadni qadga mutakallimning yosi maf'ullab qo'shilmoqchi bo'lganda nuni yuqoya keldi. Qadni deb keldi. Ma qadga nuni viqoya qo'shildi, mutakallimning yosi qo'shildi. Qadni deb keldi. Mushunda. Endi mushinindagi nuni viqoyani tashlanib kelgan yeri bor. Ham mushunda al-hazfu ayzan va qad yafi. Qadi nun tashlangan nima bo'ladi? Qadi deb bunda holatga keldi.
Bu lekin qad yapi ba'zan bu shunday qilgan qadi deb qad ni deb qayrim ba qadi deb qayrim ba qat ni deb qayrim ba qati deb qayrim ba ikkilisi o'xshash. Lekin bu ism fil olib kelgan yani gapi ism fil olmaganda bunday qilib bo'lmaydi. Ism fil olganda musholat keladi. Bugungi darsimiz yani şu biz ism ma'rifa degan nima, ism nakira degan nima, nakiraning alomatlari nima, ma'rifning alomatlari nima deb ma'rif nakirni tushunib bo'lgandan keyin ma'rifalar ichidan zamir biz 7 dona ma'rifni o'tirib qo'yib 7 ma'rifning birinchisi az-zamair haqida to'xtalgan bo'ldik. Shuning bilan zamir haqidagi darsimiz shuning bilan tugagan bo'ldi. Inshaalloh keyingi darsimiz ma'rif ismlarning ikkinchisi bo'lgan al-alam. Alam haqida to'xtalamiz. Keyingi salik darsimizda alamni o'timiz. Bugungi darsimiz zamir haqida bo'lgan bo'ldi. Dersimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.